4-qism. Bozorlarning yaqinlashuvi haqida hayratli bashorat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomat fitnalar ochiq-oydin ko'rinmaguncha, yolg'on keng tarqalmaguncha va bozorlar bir-biriga yaqinlashmaguncha sodir bo'lmaydi. Musnad Imom Ahmad. Bugungi kunda biz aynan ushbu bashoratning guvohi bo'lib turibmiz. Fitnalar va yolg'on butun dunyoni qamrab olmoqda. Zo'ravonlik, zulm va adolatsizliklar kundan-kunga kengayib bormoqda. Behayolik, axloqsizlik va buzilish dunyoning aksar joylarida deyarli avjiga chiqib bo'ldi. Odamlar endi o'zlarining axloqsiz xatti-harakatlaridagi xunuklikni sezmay qolishdi. Davlatlar va ommaviy axborot vositalari orqali yuqori darajada yolg'on va aldovlar tarqatilmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga qiyomat kuniga yaqinlashayotganimiz sayin nimalar yuz berishini bashorat qilib aytib ketganlar. Musulmonlar sifatida biz qiyomat kuniga juda tez yaqinlashayotganimizni unutmasligimiz kerak. Bu hadis meni doimo hayratga soladi. U Imom Ahmadning musnatida keltirilgan sahih hadis bo'lib, har yili dunyodagi o'zgarishlar bilan ushbu bashoratning qanday amalga oshayotganiga guvoh bo'lish yanada hayratlanarli. Ayniqsa qiziq tomoni shundaki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam fitnalar ko'paygan paytda yolg'onning ham ortishini ta'kidlayaptilar. Holbuki odamlar sinov paytida aksincha rostgo'y bo'lishga harakat qilishi kerakdek tuyuldi. Ammo unday emas. Atrofimizda turli xil yolg'on xabarlar, qalbaki yangiliklar, asossiz nazariyalar va boshqa noto'g'ri ma'lumotlar aylanyapti. Ayniqsa internetning keng tarqalishi bilan bu holat avvalgi avlodlarga qaraganda yanada kuchayib ketdi. Ushbu bashoratning haqiqatga aylanishi biz uchun hayratli bo'lsa-da, hadisda bundan ham hayratlanarliroq bo'lgan yana bir bashorat zikr qilingan. Bu esa bozorlarning bir-biriga yaqinlashuvini bashorat qilganlaridir. Bugungi kunda biz butun dunyoda bozorlarning bir-biriga qanchalik yaqinlashganini ko'rib turibmiz. Bu nafaqat jismoniy jihatdan, balki texnologik rivojlanish jihatidan ham yuz bermoqda. Kompyuterlar, smartfonlar, internet kabi yangi qurilmalar va texnologiyalar ixtiro qilinishi bilan birga samolyot, kemalar va tez yurar poyezdlar kabi yuqori tezlikdagi transport vositalari ham rivojlandi. Endilikda dunyodagi aksariyat bozorlarga yetib borishimiz juda oson bo'lib qoldi. Masalan, biz uzoq davlatlardan o'zimizga kerak bo'lgan mahsulotlarni internet orqali xarid qilib, onlayn to'lov tizimlari yordamida osongina to'lovlarni amalga oshiryapmiz. Hatto o'zimiz yoqtirgan ovqatni ham internet yoki telefon orqali buyurtma berib, to'g'ridan-to'g'ri uyimizgacha yetkazib berishni tashkil qila olamiz. Bu hadis aynan biz yashayotgan davrda amalga oshayotgan hayratlanarli bashoratdir. Ushbu hadisning yana bir ehtimoliy ma'nosi shuki, davlatlar o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalar rivojlanib, turli mahsulotlarning filiallari turli davlatlarda ochilishi natijasida endilikda bir shaharning o'zida ham dunyoning turli brendlari va mahsulotlarini topish juda oson bo'lib qoldi. Qadimgi muhaddislar bozorlar yaqinlashadi deganda Madina tashqarisidagi shahardan uzoq joylashgan bozorlarning shahar ichiga ko'chishini nazarda tutgan bo'lishlari mumkin edi. Ammo bugungi kunda biz bozorlarni tom ma'noda o'z uylarimiz ichida ko'rib turibmiz. Bugun tobora ko'proq insonlar oziq-ovqatni, kiyim-kechakni, texnik jihozlarni internet orqali buyurtma qilib, uylariga yetkazib berishni afzal ko'rmoqda. Ayrimlar esa o'z bizneslarini hatto karavotda yotib olib, notebookni yoqish orqali xalqaro bozorlarga chiqib yurtmoqda. Subhanalloh. Bundan tashqari bozor va do'konlarning haddan tashqari ko'payib ketishi ularning bir-biriga yanada yaqin joylashishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa aholi sonining oshishi, savdo va boylikning ko'payishi, odamlarning haddan tashqari ochko'zligi va sarmoya uchun kuchli raqobat bilan bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ushbu hadisni 14 asr avval aytib o'tganlar. Biz yaxshi bilamizki, o'sha davrda savdo va tijorat shunday holatda ediki, bir mamlakatdan yoki shahardan boshqa joyga mahsulot yetkazish uchun oylar
oylar kerak bo'lar edi. O'sha paytda hech kim insoniyat bir kuni kelib mahsulotlarni bir soniya ichida sotib olish va sotish imkoniyatiga ega bo'lishini va bu mahsulotlarni bir shahardan boshqa shaharga bir necha soat ichida yetkazish mumkinligini tasavvur ham qilmagan edi. Ushbu bashoratning aynan bugungi kunimizda amalga oshayotgani, uning bu so'zlarni aytgan insonning haqiqatdan ham insoniyatga yaratgan tomonidan yuborilgan zot ekanligiga dalildir. Bu so'zlar faqatgina o'tmish, hozirgi zamon va kelajak haqida aniq bilimga ega bo'lgan Yaratganning payg'ambari tomonidan aytilishi mumkin. Ushbu hadis biz uchun yana bir ogohlantirish bo'lib, hozirgi kunimiz aynan oxir zamon ekanligini bildiruvchi belgidir. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismlarni o'tkazib yubormang. Inshaalloh.